حياكم الله في فقرة أحكام الشهر ونتحدث عن السحور. Bugun saharlik haqida gaplashamiz. Saharlik deb tunning oxirida yeb ichishga aytiladi. Saharlik deb nomlanishining sababi tong otishdan oldin bomdod vaqti kirmasidan sahar vaqtida taom yeyilgani uchun saharlik deb aytilgan. Saharlik qilish sunnat muakkada. Saharlikni qoldirmaslik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doim saharlik qilganlar va aytganlar: "Saharlik qilinglar, albatta saharlik qilishda baraka bor." Saharlik qilish mustahab ekaniga ulamolar ittifoq qilishgan. Chunki saharlik qilish fazilati amal. Alloh va farishtalar saharlik qilgan kishiga salovat aytadilar va gunohlarni mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladi. Saharlik qilish bilan sunnatga amal qilasiz va Allohning g'azabiga uchragan kimsalarning yo'liga muxolif ish tutasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: "Bizning ro'zamiz bilan ahli kitoblarning ro'zasidagi farq saharlik qilishdir. Ular saharlik qilmaydi, bizlar esa saharlik qilamiz. Biz ularning yo'liga muxolif bo'lish bilan birga saharlik ne'mati bizlarga berilgani uchun Allohga shukr qilamiz." Demak, saharlik bu ummatga xos. Inson saharlik qilsa, ro'za tutishda qiynalmaydi. Ishtiyoq bilan tutadi va ochlik sabab bo'ladigan ba'zi yomonliklardan saqlanadi. Ilgari saharlik qilish ehson sadaqalar qilishga sabab bo'lgan. Chunki oldingi vaqtlarda muhtojlar saharlik vaqtida sadaqa so'raydigan bo'lganlar va saharlik qilayotganlar o'zlarini ovqatlaridan miskinlarga ham berganlar. Saharlik qilishning yana bir afzalligi, saharlikka turgan kishi har kuni ro'za tutish niyatini yangilaydi. Kim ro'za tutishni hali niyat qilmagan bo'lsa, saharlikka turib niyat qiladi. Bu aytganlarga qo'shimcha inson saharlikka tursa, fazilatli vaqtda zikr va duo qilishga imkoniyat bo'ladi. Chunki sahar vaqtida istig'for aytishning fazilati katta. Bu vaqtda istig'for aytuvchilarni Alloh taolo maqtagan. Dinimiz saharlik qilishga yo'llagani Allohning rahmati va bandalarga bo'lgan mehribonligidir. Saharlik qilayotganda faqat yeb ichishni o'ylash kerak emas, balki Rasulullohning sunnatlariga amal qilish niyatida yeb ichsa, savobi yanada ziyoda bo'ladi. Yarim kechadan keyin ovqatlanishga saharlik deb aytilaveradi. Yarim kechadan oldingi ovqatlanishga esa kechki ovqat jumlasiga kiradi. Saharlikda baraka bor. Hadisda aytilgan saharlik barakadir. Saharlik qilishni tashlamanglar. Hech bo'lmasa bir qultum suv ichinglar. Alloh va farishtalar saharlik qilgan kishiga salovat aytadilar. Ya'ni qorni to'q bo'lsa, saharlik niyatida ozgina bo'lsa ham suv ichib olish kerak. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: "Mo'min kishining xurmo bilan saharlik qilishi qanday ham yaxshi." Agar qattiq charchagan bo'lib, saharlikka tura olmaydigan bo'lsangiz, yoningizga xurmo yoki suv qo'yib qo'ying. Shu bilan saharlik qilib olasiz. Saharlik qilishni kechaning oxirgi qismigacha kechiktirish sunnat. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam saharlik qilishlari bilan bomdod namozini boshlarining orasida 50 oyat o'qish miqdoricha vaqt bo'lar edi. Ya'ni saharlikni eng oxirgi vaqtigacha kechiktirganlar va bomdodni doimiy vaqtidan biroz ertaroq o'qiganlar. Odamlarni saharlikka chaqirish ham yaxshi amallardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam barakali saharlikka kelinglar deb aytardilar. Odamlarga saharlik berishning ajri savobi juda katta. Chunki ro'za tutmoqchi bo'lganlarga ovqat bersangiz, ularni ibodat qilishiga yordam bergan bo'lasiz. Alloh taolo aytgan: "Yaxshilik va taqvo ishlarda bir-biringizga yordam beringlar." Bomdod vaqti kirishidan 10 daqiqa oldin ehtiyot yuzasidan yeb ichishni to'xtatishga biror asos yo'q. Yeb ichishni bomdod vaqti kirgunicha qadar davom ettirsa bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda shunday yo'llagan.